O'zi aslida bu videoni qilmoqchi emasdim, lekin esiz kelin ko'ylak deb kechasi bilan shu asabim buzilib chiqdi. To'g'ri, kelin stressda bo'ladi, asabiylashadi. Menimcha to'yiga bir kun qolganda bu ko'ylakni tikib bergan bo'lsa kerak dizayner. Lekin uni tasavvurida chizib bergan-ku eskizini. Tasavvurda u boshqacha ko'ylak tasavvur qilgan. Kelin 100% bilaman. Keyin u dizayner bir kun qolganda uje tikib beryapti, uje u uchun eng oxirgi yo'l. Mush bir ikkita dugonalar voy chiroyli chiqibdi, zo'r chiqibdi degan bo'lishi mumkin. Lekin 99% ayollar bu haqda hech qanaqa negativ fikr bildiradi. Negativ emas, to'g'ri. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Negativ emas, u nima desa bo'ladi. Bu yerga dizayner iltimos sizdan kelin ko'ylak tikmang, quti bilan kulyapti hamma dizaynerlar. Neujeli shunchalik darajada multfilm kelin ko'ylak bo'lishi mumkin? O'zingiz to'yingizda shunaqa kelin ko'ylak kiyarmidingiz? Kiymagansiz-ku, o'zingiz to'yingizda eng zo'r kelin libos salonlaridan 2-3 xil qilib kiygansiz, tanlab chertib. Birovni to'yiga ham mas'uliyatni shunaqa olish kerak-da. Shunchalik ham darajada multfilm ko'ylak tikadimi? Mamtdagi gul o'rtasidagi katta toshga netchi. Hozir chekka O'zbekistondagi chekka qishloqlaridagi qizlarning ham qusi bor. Siz dizaynersiz, pakazlar qilgansiz, Yevropalarda pakaz qilgansiz, neujeli sal shoshma, bu yer qanaqa ko'ylaklar trendda? Mayli 100% ko'chirma qiling. Lekin odamning hayotida bir marta bo'ladigan to'yda multfilm ko'ylak. Men esimda bor 95-90-yillarda kelinlar kiyardi. U ham bo'lsa oq libos emas, u qizil ko'ylak kiyalardi. Qizlar bazmida mamnuncha hamma joyda qip-qizil atirgullar bo'lardi. Lekin uni hech qaysi kelin to'yida kiymas edi. Qiz bazmida kiyilardi. Nimaga siz xayolingizda nimaga joyiga qo'yib mas'uliyat bilan o'zingizni hamkasbingizda multfilm kelin ko'ylak tikib beryapsiz. Ikkinchi ko'ylagini ham ko'rdim. Ikkinchi ko'ylagi ham multfilm. Toshlari yoqdan bu yoqqa sudralib yotibdi. Figuraga umuman mos tushmagan. Даже bilmayman, dizayner unchalik bo'lmasa kerak-da. Lutchi qo'lingizdan kelmasa tikmay qo'ya qoling. Hamma salonchilar quti bilan kuldi. Ne только salonchilar, butun O'zbekiston ayol qizlari ko'rib kuldi. Boshqa tikmang kelin ko'ylak. Odamlarning hayotini bir marta bo'ladigan to'yini ko'tingizga tiqmang, unaqa qilib. Iltimos sizdan. Lutchi o'zingiz kelinlarning milliy liboslaringizni tikib yuravering. Bechora kelinga rahmim keldi. Просто